Ben şu ekranga Vivanite mahsulotimizning teşviqotini urgandan buyon izchil menga har xil pinglularni yozib kelayotgan do'stlar bor. Hatto ayrimxonamga xat yozganlarmi bek g'ayriy gaplarni qilibsizlar. Xapomidim men undan. Chunki har xil odam har yangi so'zlaydi emasmi? Anki men bir gapni aniq deb qo'yay sizlarga. Yo'ldoshingiz bormi, siz bo'ytaqmi, umi, bumi deb yozayotganlarga men javob berayman. Mening yo'ldoshim bor. Yo'ldoshim chet ellik. Lekin uyg'urcha so'zlay oladi. Gapni tushuna oladi. Men javobni berib etdim. Ondan keyin shu yo'ldoshim bachaqda bir gapni so'rab olayman. Menda pinglunda bir mundaq deb yozibdi qarang. Menga opamga olib beray degan opamda qon qo'yib qotdi. Ondan keyin belbutlar og'riydi, lekin opamga mishta yaxshi narsa bor ekan, sizga olib beray deyapman desam, opam menga men doktorning dorisidan boshqa narsaga ishonmayman. Hammasi yolg'on. Baq qog'alar oldamchi deb boshladi deydi. Bu gapga javob bermay qoldim qarang. Ha, unda bo'lsa men bir o'tmishda bir bo'lgan ishni aytib beray. Bu hozirgi 21-asrda har turli yangiliklarni chiqaryotdi. Uning hammasini kimga har qanday odamlarga har turli foyda qildi-ku. Endi buni yozning kuni birsiga tavus foyda qildi. To'g'ri. Birsiga olma, birsiga o'rik, har narsaniki, har odamniki mushu o'zininki ishqi, o'pka, beg'ir deymiz, miy deymiz, yana bir nima deymiz, suyak deymiz, har birisiniki mushu yel yemishlar, mushu o'tlar, yeyotgan narsalarimizniki hammasi foyda qildi. Shuningga endi doktor voy sizning ayringiz og'risa tavus jang deb dalamaydi nima desam, uningki o'zininki vazifasi bor. Bir ramkaning ichidan chiqmay, mana shunday yozsa, mana shunday bersa, mana shunday dorilar va mana shunday satsa degan ularningki o'zining qonuni bor, doktorniki. Bash qonuni bilan ishlaydi-ku. O durust. Biroq da bizniki bir vaqtda bir doktor o'tdi, professor. Odamlarni, boylarni, mushu kichkina qo'lida bor odamlarni saqaytayotganda bu. Endi chet ellarda u shaxsiyda doktor degan bir oilaningki bir doktor bo'ldi. Yana bir oilaningki o'zining shaxsiy doktori bo'ldi. Bir doktor 5-6 oilaga shaxsiy doktor bo'laverdi. Shundan keyin bir kunlarning bir kuni bu doktorni cho'ng bo'lib, bolasini cho'ng qilib, uni o'qitib, o'z o'xshash doktor qilib, buni o'lab uy makonlarini qilib, hammani durustlagandan keyin endi balam sen mening o'rnimda sen besib qol falan shunday 5-6 oilaga sen qara deb ularni ham tanishtirib endi. Shundan keyin bir vaqtdan keyin bir hafta o'tmaylar bu endi bolasi dadasiga kelib men o'zimningki qanchalik cho'ng doktor bo'lganimni dadamga bir maqtanay deb voy dada sen 20 yil saqaytamagan narsani o'sha bir 2 haftaning ichida men hammasini saqaytib qoldim desam dadasi qalasiga birini qo'yib o'ziniki dedi hey balam men 20 necha yilning ichida mushu 4-6 boy bilan seni mushu darajaga yetkazdim, seni o'ldim, mana uylarni oldik, mashinalarni oldik, 20 necha yil mushu seni mushu darajaga akeldim deb doktor bolasiga ashuni debdi-ki. Tudanglarmi do'stlar? Amaliyotda har qanday bir ishlarning o'ziga yarasha sababi bo'ladi. Cho'qim mutlaq mundaq bo'ldi yoki mutlaq undaq bo'ldi deb qaror chiqarib yetishning hojati yo'q. Meningcha, mushu do'stimizningki, mening opam doktordan boshqa hech kimga ishonmaydi ekan degan mushu gapiga qarata bu nihoyat bir yaxshi javob bo'ldi deb o'ylayman. Andan keyin eng oxirida eskartib qo'ydig'im, gap egisini topsinjimi? Bu yerda biz qandaqdir doktorlar undaq mundaq degan yerimiz yo'q. Doktorlar har xil bo'ldi emasmi? Kelar ko'rishaylik do'stlar. Xayr xo'sh.